Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum qadrli do'stlar. Bugun Alloh taolaning go'zal ismlaridan Al-Latif degan ismi haqida to'xtalamiz. Hayotdan kutganlaringiz kelmayotamdi? Arzu armonlaringiz amalga oshmayotamdi? Ümidsizlanatamsiz? O'zingizni chorasiz his qilayotamsiz? Tilaganlaringizga erishish mumkin emasdek ko'rinayotamdi? Yordamga, hatto kutilmagan shakldagi yordamga ehtiyojli bo'layotamsiz? Undaqda siz Alloh taolaning Al-Latif, ya'ni kutilmagan ravishda yordam qilguvchi degan ulug' ismi bilan tanishib chiqing. Uning keng ma'nilarini obdan o'rganing. Agar siz shunday qilsangiz, Alloh taolo uchun dunyoda mumkin bo'lmaydigan hech qanday ish yo'qligini ve Allah Taala'nın hammaga qodir ve bendilerge to'liq rahim shafqatlik ekanligini bilib qolasiz. Agar siz umidingizni Alloh Taolaga bog'lab, yetarli sabablarni qilib, uning ishini qaqsangiz, sizning mumkin emas deb qaragan arzu armonlaringizmi uning yardım bilan cho'qim amalga oshadi. Shuni siz Alloh Taolo bilan bo'ling ve uningdan yordam tilang. Chunki siz o'zingiz bilan qolganingizda ojiz, Alloh taolo bilan bo'lganingizda kuchliksiz. Al-Latif Alloh taoloning bandalariga kutilmagan ravishda ular o'ylamagan yerdan nihoyat maxfiy va tulumush shafqatli bir shaklda yordam qilguvchi, kuyimchanlikni yetkazguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Al-Latif yana Alloh taoloning ishlarining eng inchika va eng nozik va yoshirin taraflarini to'liq bilguchi, bandlarga manfaatli ishlarni to'liq idrok qilguvchi, hammadan xabardor bo'lguvchi ekanligini ifodalaydi. Ya'ni bu so'zning ma'nosi ko'p. Alloh taolo bandlarga ular bilmagan va o'ylab boqmagan yerdan yordam qiladi. Ularning tirikchilik yo'llarini ochadi, sabablarni o'ng'aylashtirib beradi va ularga kutilmagan yerdan rizq beradi. Navoda Alloh taolo sizga Al-Latif degan muborak ismi bilan muomala qilsa, sizni barliq armonlaringizga yetkazadi. U sizga yordam qilishni iroda qilsa, odatda sabab qatoridan sanalmaydigan kichik ishlarni sabablarning eng yaxshisi qilib beradi. U sizga biror yaxshilikni iroda qilsa, odatda siz yaxshilik kutmaydigan birlarining qo'li orqali sizga yaxshilikni yetkazadi. O sizni birər yamanlıqni saqlamoqchi bo'lsa, sizga his qildirmasdan va ko'rsatmasdan shu yamanlıqni sizdan yiroq qiladi. Uni siz keyin bilib qolasiz yoki mangu bilmay qolasiz. O sizni birər gunohdan saqlashni iroda qilsa, u gunohni sizga yomon ko'rsatadi yoki uning yo'llarini qiyin qilib qo'ydi va yoki birər sababni yaratib uni shu gunohga to'salg'u qiladi. Shuning bilan siz gunohdan saqlanib qolasiz. Alloh taolo xohlagan bandalarga o'zining Al-Latif degan muborak ismi bilan muomala qildi va ularga kutilmagan ravishda va kutilmagan yerlardan yordamini yetkazdi. Alloh taolo Yusuf alayhisolamni turmadan chiqarish uchun azob perishtalarini avatib gundupoylarning jinini elishga yoki turmani taviritib uning tomlarini o'rib tashlashga yoki osmondan chaqmoq avatib turmaning qulpisini cheqishga hojat bo'lmadi. Faqatla podshohga tush ko'rsatdi va shu tushni Yusuf alayhisolamning turmadan chiqishi uchun sabab qildi. Alloh taolo Musa alayhisolamni o'z onasiga qaytarishni iroda qilib edi. Isroil avlodini qurollantirib Fir'avn hokimiyatini ag'dirib tashlashga yoki ularga azob avatib yo'q qilib etishga hojat bo'lmadi. Faqatla Musa alayhisolamni inik onalarni qat'iy emmaydigan qilib qo'ydi. Shuning bilan Fir'avn oilasi Musa alayhisolamning o'z onasini qasrga chaqirtib, uningga haq to'lab Musa alayhisolamni imitkuzdi. Natijada Alloh taolo o'zining Al-Latif degan muborak ismining taqozosi bilan Musa alayhisolamni o'z onasiga qaytarib berdi. Alloh taolo payg'ambarimiz Hazreti Muhammad sallallohu alayhi vasallamni va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni mushriklar qo'ygan embargodan qutqizish uchun azob perishtlarini avatishga yoki zolimlarga azob tushirishga hojat bo'lmadi. Faqatla
bir qurtqa əmr qilib, mazkur qurtning sababi bilan zolimlarning embargosini amaldan qoldirdi. Ma'lumki, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik kelib 7 yildan keyin Makkaning zolim kattaboshlari musulmonlarga qarshi bir vasiqa hozirlab, uni Kabe'ga asqan. Vasiqaning mazmuni bo'yicha musulmonlarni islom dinidan yondirish uchun ularni Makkaning Shevali degan yeriga qamolib, ularning makkaliklar bilan bo'lgan aloqasini butunlay uzib tashlagan. Makkaliklarning musulmonlar bilan ilm setim qilishi, qudubochilik munosabati o'rnatishi, yordamlashishi, hatto so'zlashishi cheklangan. Musulmonlarning boshqa joylardan yemak, ichmak va kiyim-kechak qatorliq ehtiyojli narsalarni keltirish yo'llari butunlay to'silgan. Keyincha Alloh taolaning amri bilan bir qurt Kabe'ga mushriklar asqan mazkur vasiqini yeb tugatgan. Faqat "Ey Alloh, sening isming bilan boshlaymiz" degan so'zlar saq qolgan. Mushriklar buni ko'rgandan keyin o'zligidan embargoni bekor qilayotgan. Demak, Alloh taolo bandasiga Al-Latif degan muborak ismi bilan muomala qilganda, uning har qanday bir qiyinchiligini kutilmagan yerdan va eng oddiy sabablar bilan hal qilib berdi. Agar siz Alloh taolaning kutilmagan ravishda va o'ylamagan yerdan yordam qilishini tilasangiz, Alloh taolo bilan bo'ling, uningdan yordam tilang. Uning bilan bo'lgan munosabatingizni yaxshilang va bunu duoni o'qishni odat qilib oling. Ya xafiyal altaf najjina mimma nakhaf. Allohumma ultuf bina fi qadaika va qadarika lutfan yaliqu bi karamika ya akramul akramin. Ata ihsonlarini eng maxfiy va eng kutilmagan shaklda yetkazuvchi Alloh bizni qo'rqqanlarimizni saqlagin. Allah bizga taqdir qilgan barliq ishlarda o'z karaminga yarashadigan shaklda rahim shafqat qilgin. Hammadan bak karamlik ilohim. Alloh taolo hammamizning duosini ijobat qilsin va Alloh taolaning Al-Latif degan muborak ismi bilan muomala qilishiga bizni sazovar qilsin. Aman bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.